درسنا نجحنا ونلنا المنى صبرنا وفزنا بلغنا العلا بكينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Xo'p, demak sizlar bilan avvalgi darsda muqaddimani o'rgandik. Muqaddimada musannif rahimahulloh, hafizahulloh, musannif hafizahulloh bu kitobni yozishda necha yil vaqt sarflagan, kitobni yozganda nimalarga rioya qilgan, kitobning tarkibiy qismlari qanaqa va hokazo, bular haqida batafsil gapirdilarda. Keyin kalima degan mavzuga kirib keldi. Chunki bevosita nahv ilmi shu kalima to'g'risida bahs qilar edi. Kalima bu ma'no anglatadigan so'z. Va biz kalimani avvalgi darslarni agar yana bitta takrorlab qo'ysizlar, kalimani biz o'rganish asnosida fiqhiy maktablarni o'rgandik. Basra va Kufa maktablari qanday bo'ladi? Basra maktabining o'ziga xos xususiyati qanaqa? Kufa maktabining o'ziga xos xususiyati qanaqa? Va bu Basra va Kufa maktabi xuddi nahvda fiqhda bo'lgani kabi Shofiy, Hanbali, Maliki bo'lgan bitta maktab bo'lgani kabi, mazhab bo'lgani kabi, nahvda ham xuddi Basra mazhabi, Kufa mazhabi degan narsa bor. Mana shu haqida gaplashdik. Keyin aynan kalima shu ikkita mazhab nazdida yoki ikkita maktab nazdida qanaqangi ahamiyatga ega shu haqida gaplashdik. Va bugun kalimaning qismlaridan ismni o'rganamiz. O'tgan safar ham biroz shunga kirish qilib qo'ygan edik. Demak, aqsamul kalimati, kalimani qismlari. Kalima degani biz ma'no anglatadigan so'zni nazarda tutdik, to'g'rimi? Xo'p, aqsamul kalimati. Al-kalimatu salasatu aqsam. Kalima 3 qismli bo'ladi. Ismun va fi'lun va harfun. Bu haqida ham avval darsimizda ozgina kirish qildikki, kalima ism bo'ladi, yo fe'l bo'ladi, yo harf bo'ladi. Bularni bir-biridan farqi biz qisman tushunchaga egamizki, ism ma'no anglatadi, ma'nosi zamonga tobe emas. Ya'ni ma'noni o'zini ifoda qilsa bu ism. Fe'l ma'no anglatadi, ma'nosi zamonga tobe. To'g'rimi? Harf ma'nosi bor, uni ma'nosi yo'q demaymiz. Biroq ma'nosi o'zidan avval ikkita sherigi, yo fe'l, yo ism bilan billa bo'lgandagina uni ma'nosi o'shalarda ko'rinadi. O'zida yana ko'rinmaydi baribir. Tushunarligi? Xo'p, endi bular ichidan batafsilroq o'rganamiz. Ismni bir chekkadan batafsil o'rganamiz, keyin fe'lni o'rganamiz, keyin harfni o'rganamiz. Xo'p, avvalan al-ism, birinchi ism. Huwa kalimatun, u kalimadir. Varaqqa qaraymiz. Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha. U shunday bir kalimaki, dallat nima degani? Dalolat qiladi. Muannas bo'lgani uchun dallat kelyapti, dalla bo'lmayapti. Dallat dalolat qiladi ala ma'na, bir ma'noga fi nafsiha o'zida. Ya'ni o'zidagi ma'noga dalolat qiladi xolos. Masalan uchun kitabun bo'ldi o'sha lafz, u qo'yilgan ma'noni tushuntiradi, ya'ni varaqlanadigan, o'qiladigan ma'lumotlar majmuiga kitob deymiz, to'g'rimi? Va lam taqtarin bi zaman. Taqtarin iqtaronadan olingan kalimaga nisbat berilib muannas bo'lganligi uchun yaqtarin demayapti, taqtarin bo'ldi. Lam bilan kelishi sababi bu lam jahd qilardi fe'limizni va ma'noda mozining ko'rni beradi. Iqtarona degani yaqin kelmoq degani. Va lam taqtarin nima degan ekan? Yaqin kelmaydi degani zamon bilan. Ya'ni bu nima demoqchi? Ism nima? Ism o'zidagi ma'noga dalolat qiladi, biroq zamon bilan birga kelmaydi degan. Ya'ni ma'no, undagi ma'no zamon bilan birga tushunilmaydi degan. Tushunarli? Nahv misol uchun, o'zi nahv so'zining ham ma'nosi taraf degan. Yoki chama ma'nosini ham beradi. Tushunarlimi? Chama. Xo'p, bu joyda misol ma'nosini ham kelyapti. Nahv misol uchun mana Muhammad, Fatima, qalam, kitabun, shajaratun, baytun, karamun, bukhlun va hokazo va hokazo. Endi nima uchun musannif talib ilm ba'zi vaqtda kitob o'qiyotganda tanqid ko'zini, tahlil ko'zini ham yoqib qo'yish kerak. Ya'ni shu ko'z bilan ham qarab turish kerak. Nima uchun aynan musannif Muhammad, Fatima, qalam, kitab, shajaratun, baytun, karamun, bukhlun degan so'zlarni aynan misol qilib keldi. Chunki bulardan anglashiladigan ma'no shuki, Muhammadun va Fatimatun muannas va muzakkar oqil ismga ishora qiladi. Demak, ismlar ikkiga bo'linadi. O'zi aslida oqil bo'ladi, g'oyri aqil bo'ladi. Ya'ni insonni anglatadigan bo'ladi yoki insonni anglatmaydigan bo'ladi. Tushunarli? Insonni anglatadigan, insonni kasbkorini anglatadigan, insonning oilaviy holatini, tog'a hamma deganga o'xshash anglatadigan bo'lsa, tamom, unday ismlar oqil ism hisoblanadi. Muhammad va Fatima ekan. Va undan orqasidan ikkita kelib bergan misoli nima bo'ldi? Qalamun, kitabun va g'oyri aqilga misol berdi. Shajaratun va bayt. Endi karamun va bukhlun nega aynan bu misollarni berdi? Karamun nima? Karom nima? Karamda demaymiz. Karomun degani karamli, olijanoblik degan. Olijanoblik. Buxul baxillik degan. Demak, baxillik, olijanoblik, mana bu narsa ma'naviy otni beradi. Tushunyapsizmi?
Mana bizda ma'naviyat emas, bizda grammatikada buni mavhumotlar deydi. Ya'ni mana misol uchun baxt, sevgi, bular ushlab ko'ra olmaysiz bu narsani. Lekin bular ma'nodan faqat o'zini anglatadi, zamonni anglatmaydimi? Ha bu ism. Lekin ism bo'lgandan keyin qalamunda uni ham tushunasiz, ham ushlab ham ko'rasiz. Tushunarlimi? Tushunyapsizmi? Ammo mana bu yerdagi baxil karomlari mavhumotlar hisoblanadi. Mana shularning hammasiga misol dedi. Ya'ni demoqchiki ism mana shunaqa bo'lishi mumkin demoqchi. Xo'p, endi fa kullu kalimatin min al-kalimati as-sabiqa. Har bitta kalima, qaysi kalima sabiqa yuqorida o'tgan kalimalardan. Yuqorida o'tgan kalimalardan har biri ismdir. Nima uchun? Li'annaha chunki ular tadullu dalolat qiladi ala ma'na fi nafsiha. O'zidagi ma'noga dalolat qiladi. Va lam taqtarin bi zaman va zamonga bog'langan. Ba'zi kitoblarda mana shuni ham boya aytdim, tanqid va tahlilni ham odam talab ilm qarab turish kerak. Va lam taqtarin bi zaman dedi. Ammo ba'zi kitoblarda va lam taqtarin bi azminati salasati. Degan 3 ta zamon bor. Shunaligi bu kishi mutlaq zamon deb ketyaptilar. Boshqa kitobda bi azminati salasati dedi. Ma'noda farqi yo'q, lekin berayotgan qoidada farq bor. Tushunarlimi? Demak, bu kitobda zaman, bu kitobda azminati salasa degan deb bu boshlang'ich shakllar. Boshqa masalalarda ham shunday qarash kerak. Tushunarlimi? Xo'p, endi alamatul ism. Ismmi? Alomatlari. O'zi alamatu nima? Alama bu bir narsani boshqa narsadan ajratib turadigan va aynan o'ziga tegishli bo'lgan xususiyat. Men aytsamki, mana shu ikkisini bir-biridan ajratib turadigan alomati bor. U hamosara. Tushunyapsizmi? Bunda faqat u alomat bor, lekin bunda u alomat yo'q. Alomatdan tashqari narsalar o'zaro mushtarak bo'ladi. Misol uchun bir xil vazifani bajaradigan qalamlik, bitta qoplog'i bor, qopqoqlari borlik, bu ham o'zaro bir-biridan bu mushtarak narsalar. Ammo birini ikkinchisidan ajratib turadigan faqat o'zigagina tegishli bo'lgan xususiyat alamati deydi. Endi ismning shunaqa alomatlari bor. Ismni qoidadan chiqarib oldik. Ma'noni o'ziga dalolat qiladi, zamonga yaqinlashmaydi. U ma'noviy. Ammo siz bir kalimani ko'rdingiz, ma'nosini bilmaysiz. U kalimani ism deysizmi, fe'l deysizmi, harf deysizmi degan savolga desa, endi sizga alomat, tashqi belgilarni ko'rsatadi. Tushunarlimi? Ya'ni bunday bo'lsa sanaydi. Ana shunga qarab turib, siz agar shu kalimada o'sha belgilar topilib qolsa, u kalimaning ma'nosini bilmaysiz, nima deysiz ekan? Ism deysiz. Lil ismi alamatun. Ismmi? Alomatlar va mana biz o'rganganmiz. Menimcha sizlarning ham xabaringiz bor. Jar harflari bu shibh jumla deyiladi. Jumlani boshiga kelsa bor ma'nosini beradi. Tushunarlimi? Misol uchun al-alamatu lil ism desa alomatlar ism uchun degan. Ammo lil alamati lil ismi alamatun bo'lsa ismning alomati bor deb tarjima qiladi. Yoki bo'lmasam al-qalamu aytaylik ala maktabi. Stol ustida qalam stol ustidadir. Ammo ala al-maktabini birinchi aytib keyin al-qalam ala al-maktabi qalamun desiz, nima ma'noda? Stol ustida qalam bor. Xuddi shunaqa lil asma'i yoki lil ismi alamatun. Ismni belgilari bor, alomatlari bor. Qanaqa alomat desa, endi yana sifatlaydi. Tamayyazahu. Tamayyaza fe'l. Sulosiy mazid fe'l. Tamayyaza. Xo'p, hudan murod uni degan, ya'ni ism nazarda tutyapti. Endi bir nimani bilingki, biz hali inshaalloh nahv qoidalarini o'rganamiz. Men yo'l-yo'lakay keyslar shu turga aytyapmanki, agar alamatun ma'rifami nakirasimi? Nakira. Agar nakiradan keyin fe'l kelsa, u fe'l o'sha nakirani sifati qilib tarjima qiladi. Tushunarlimi? Agar ma'rifadan keyin fe'l kelsa, ko'p holatlarda mubtada xabar bo'laveradi. Biroq uni mubtadosi va xabar bor bo'lsa, u fe'l unga hol qilib tarjima qilamiz. Tushunarlimi? Mana misol uchun ra'aytu waladan yabki. Mana waladan nakra beryapmanmi? Tarjimada yig'layotgan bolani ko'rdim deyman. Ra'aytul walada yabki. Bolani yig'layotgan holda ko'rdim. Farqini tushundinglar? Xo'p. Lil ismi alamatun tamayyazahu. Ism alomatlari bor, uni ajratib turadi. Tamayyaza degan ajratib. Uni ajratib turadi. Anil fi'li wal harf. Fe'l va harfdan ajratib turadigan shunaqa alomatlar bor. Iza agar wajadta sen topsang wahidatan minha o'sha alomatlardan ulardan bittasini topib olsang fi kalimatin biror bir kalimada qarang, fil kalimati kalimaga al bilan bermayapti, nakira beryapti. Qanaqadir bo'lsa ham bitta kalimada topib olsang deyapti. Tushunarlimi? Aw yoki ra'ayta ko'rsang annaha u taqbaluha o'shini qabul qilayotgan. Ya'ni o'shandan hadan murod alama. Tushunarlimi? Ya'ni u o'sha alomatlardan birini qabul qilayotganini ko'rsang, fahkum hukm qilginki alayha unga bi annaha ism. U ism deb. Tushunarligi? Nima demoqchi? Agar shunaqa alomatlar bor, bu alomat fe'l bilan ismdan ajratib turadi. Agar o'shalardan bittasini biror bir kalima qabul qilayotganini, o'sha kalimada borligini ko'rsang, yoki boshqa kalimani qabul qilishayotganini bilsang, demak u kalimaga nima qilgan demak ekan?
ism deb hukm beradi. Tushunyapsizmi? Xo'p. Va hiya ular. Demak, ismni alomatlari 5 degan. Al-jar va tanwin va nida'u va al wal isnadu ilayhi. Jar, tanvin, nido, al wal isnad ilayhi. Tushundinglar? Hozir bularning har bittasiga batafsil to'xtalib chiqadi. Qachon ism alomatlarini yakuniga yetkazgandan keyin tepada avvalan al-ism deb boshladim jumlani, saniyan al-fi'l deb kayfiyat bitadi. Xo'p, boshladik. Demak, birinchisi nima ekan? Al-jarru. Buni yuqorida biz o'tgan darsimizda Basra va Kufa maktabi deb gaplashib o'tdik, to'g'rimi? Basra maktabi edi, Alloh alam. Basra maktabining nazdida jar xofid deb yuritiladi. Xo, fa, dod. Tajvid yaxshi bilasizlarmi? Xo haqqu men yuqorisidagi, fa, dod, lug'atun dod faqat arab tiliga xos bo'lgan. Xo, fa, dod. Dan olingan xofdun deb fa'ni sukunlab xofdun deydi. Xofd degan o'zi aslida lug'atda pasaytirish degan. Ya'ni kasrun sindirish, shunday lahni pasaytirishga o'xshaydi. Xo'p, nima bo'lgan taqdirda ham demak jar. Buni biz agar basraliklar nazdida xofd desak ham, kufaliklar nazdida jar desak ham bir xil ma'no. Nima endi jar? Shuni tanishaylik. Bu qoidalarni qoratilgan qoidalarni yodlaysizlar. Mana bu darsligimizda ma'lum bir sahifaga yetgandan keyin, uzoq emas, ko'p emas. Biz bir ikkita mavzu o'tgandan keyin men odatda o'z imtihon qilish. Imtihondan 70 dan u yoqni o'tganda uzoq odatda o'qitaman. Shuning uchun qoidalar, ya'ni imtihonlar mana shu qoidalardan tushishi mumkin. Xo'p, qoralarni yodlaysiz. Demak, jar nima desa jarga ta'rif beryapti. Huwa u ibaratun anil kasri. Kasrati. Nima deyapti? U shu kasradan iborat bo'lgan tushuncha demoqchi. Ya'ni jar desa nima tushunasan deyapti sizga? Kasra u deyapti. Demak, bu nima demoqchi? Bizda alomatlar bor edi o'zi aslida. Ya'ni bu hozir ism alomatlari degan emas. Bizda kalimani oxiri qanaqadir bir belgilarga tugadi. Ularning qatorida domma bor edi, fatha bor edi, kasra bor edi va sukun bor edi. To'g'rimi? Domma va fatha fe'lda ham bor, ismda ham bor. Ya'ni fe'l ham domma bo'lishi mumkin, fatha bo'lishi mumkin. Misol uchun yadribu bo'lishi mumkin, yaktubu bo'lishi mumkin yoki nasb harflarida kelib qolsa yaktuba bo'lib qolishi mumkin. Ism ham shunaqa. Aytaylik, Muhammadun bo'lishi mumkin, Muhammadan bo'lishi mumkin. Ammo ismning o'zining xususiyati nechta alomat qoldi o'zi hozir? Yo'q, sukun bor yana, kasra bor. Mana shundan qaysi birini ism oladi desangiz faqat kasra oladi. Ism alomat. Bu degani fe'l kasra bo'lmaydi hech qachon. Harf kasra bo'lmaydi. O'zi harflar hammasi mabni. Tushundingizmi? Demak, ismning alomati faqat ism bo'lar ekan kasra. Tushunarlikmi? Demak, aytmoqchiki, ism sukun bo'lmaydi. Tushunarlikmi? U sukun fe'lda o'rganamiz. Fe'lning alomati shu sukun deymiz. Xo'p, huwa ibaratun anil kasrati. U jar degan shu kasra degan. Demak, ismning alomati kasra. Endi qaysi kasra deganda sizga yana ham tushuntiryaptiki, allati shunday kasraki yuhdithuha hadasa paydo qilmoqda. Uni yuzaga keltirib qo'yadi al-amil, omil. Yoki manaba anha. Manaba anha degani anha uni o'rnini naba bosadigan narsa. Uni noibi deb qilingan. Naba o'rni bosmoq degan. Naba o'rni bosmoq degan, naib shundan olingan noib. Imom noib. Xo'p, endi nima demoqchi? Ha, xo'p, kalimaning alomat ismi alomatlaridan bittasi esa nima bo'lar ekan? Jar bo'lar ekan. Jar nima degani? Jar birinchi tushuncha kasra, faqat kasrani tushuna olmaydi. Jarning eng asosiy belgisi kasra. Lekin gohida kasra bo'lmay, boshqa narsa ham kasraning o'rniga o'sha jarlik ishini qilib turadi. Tushunarli-ku? Xo'p, bu keyingi tema. Ya'ni jar deganda birinchi nima tushunamiz ekan? Kasra gohida, lekin bu 100% emas, gohida shu kasrani o'rniga boshqa narsa kasrani ishini qilib turadi. Ko'plar bo'ladi. Inshaalloh o'rganamiz. Endi hozir biz buni gapirmayapmiz. Xo'p, mayli kasra ekan. Nima kasrani yuzaga kelishiga sabab bo'lib qoladi? Nima paydo qilib qo'yadi kasrani degan narsani gaplashyapmizki, yuhdisuha al-amil. Uni omil paydo qilib qo'yadi. Tushunarlimi? Xo'p, omil birinchi bizning zehnimizda hozir omil degan tushuncha turib tursin. U aytayaptiki, manab anha. Omil yoki uni o'rnini bosadigan narsa. Mana shu joyda bizga ikkita misol berdi. Nahu sallamtu ala Muhammadin. Mana. Demak, sallamtu nima degan? Salom. Sallamtu salom berdi. Kimga? Ala Muhammadin. Bizning qani jarimiz hozir? Jarmi shu?
Muhammadin bizdagi jarlik narsa. Mana jar nima desak nima deydi? Ibaratun anil kasri deydi. Kasrati dedikmi? Mana bizda jarlik alomat. Lekin mana shu jarlikni bizni nima yuzaga keltirib qo'ydi desa, mana bu ala yuzaga keltirdi. Demak, alani nomi amil ekan. Amilun. Tushundingizmi? Bu demoqchiki sizga kasra o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Kasrani albatta omil kelsa keyin bo'ladi. Amil nima degani? O'zi amil lug'atda o'zi ishchi, bir nimani bajaruvchi degan. Biz bu yerda tushunamizki, amil o'zidan keyingi kalimaga o'zini ta'sirini o'tkazuvchi. Tushundingizmi? Har qanday narsa bo'lsin, o'zidan keyingi o'zini ta'sirini o'tkazyaptimi, u omil. Mana ala o'zidan keyingiga ta'sirini o'tkazyaptimi? Omil. Endi mana bu Muhammadni nima deymiz? O'zidan avvalgi ism unga ta'sirini o'tkazuvda ta'sirlanib qoldimi? Ha? Demak, Muhammad kalimasi amildan kelib chiqib ma'mul bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunarli? Va nahwu amil va ma'mul o'rtasidagi masalani ko'proq o'rganadi. Ya'ni nima kelsa, undan keyin kalima qanaqa bo'lib qoladi, shuni o'rganadi. Nahwning shu. Xo'p. Endi odatan omil kelsa, ma'mulini doim oxiri o'zgarib qoladi. Shuni ham biling. Hech qachon ma'mulning o'rtasi, ma'mulning boshi, kalla qismi emas. Ma'mulning oxiri va oxiridagi harakat o'zgarib qoladi. Tushunarlimi? Va biz odatan amil hammasi amil. Mana shu amilni mana bu turini, ala turini jar deymiz. Jarrun demaymiz lekin. Tushunarlimi? Jarrun Muhammadni jor ta'sirida majrurun deymiz. Ya'ni jarrun nima degani? Jar qiluvchi degan. Ya'ni biz jar o'rganyapmizmi? Sizda hozir ikkinchi termin turibdi. Mana bu jar. Bu ikkisi ikki xil narsa. Unda alif bor, bunda alif yo'q. Biz ismning alomatini nima dedik hozir? Jar dedik. Jar shu kalimani jar mana shuni o'zini aytadi jar deb. Nima deydi? Jar nima? Bu ibaratun an kasra dedikmi? Bu mana shu jar. Endi shuni qilib qo'yuvchi jarun bo'ladi. Fa'ilun vaznida tushadi. Tushunarlimi? Katab yozuvchi katibunmi? Shu jarni qilib qo'yuvchi jarun bo'ladi. Tushunarlimi? Jar bo'lib qoladigan kalima majrur bo'ladi. Tushunarlimi? Shuni oling. Jarun, majrurun va mana uni o'zi jarrun. Tushunarlikmi? Xo'p, endi biz alani ham omil dedik, ham jor dedik. Shuni oling, omil faqat mana shu jarlar bo'lmas ekan. Men omilga ta'rif berdim nima dedim? Omil o'zidan keyingiga ta'sir o'tkazdimi bo'ldimi? Uni jar qilsin degan shart qo'ymadim. Omilni turlarini bittasi shu keladi, jar qilishni talab qiladi. Ya boshqa omil turlari bor. Tushunarlimi? Demak, omil kattaroq tushuncha. Ichida bir qancha narsani qamrab oladi. Farazan 10 ta narsani qamrab olsa, 10 tadan bittasi uni jorlik vazifasi xolos. Tushunarlikmi? Av boshqa narsalar ham mana misol uchun aytsak. Wal asr innal insana. Ha? Innal insana lafi khusr. Nek insana deyman? Ha, mana shu omil. Omilni qaysi turi desiz, endi u nasb qiluvchi. Tushundingizmi? Mana bu joyda ham ala Muhammadin ala omil. Omilni qanaqa turi? Jor qiluvchi. Tushunarlikmi? Mana ma'mul. Ma'mul bo'lib qoldi. Qanaqa bo'lib ma'mul bo'ldi? Omilning turiga qarab majburlikka ko'ra ma'mul bo'ldi. Tushunarlikmi? Bizning qoidamizda nima dedik? Qoidani kim qaytaradi? هو عبارة عن الكسرة الذي يحدثها العامل أو ما نبع عنه. Mana. Demek kasra jar nima? Mana bu narsani biz jar dedik. Mana bu narsa jar. Jarrun. Al-jarru ibaratun an kasrati. Buni paydo qilib qo'ygan hadisu hal amil. Tushunarlimi? Endi aw ma naba anha nima ekan? Shuni o'rgandik. Tushunarlimi? Amil buning muqobilida nima deb gapirib o'tdik? Ma naba anha. Anha degan zamir o'shini o'rnini bosadigan narsa. Undan noib bo'la oladigan narsada, tushunarlimi? Uni evaziga ishni xuddi o'sha ishni qiladi, lekin u emas. Xuddi shunaqa kasra qilib qo'yadi. Tushunarlimi? Xuddi mana bu omil nimani taqozo qilganini xuddi shunaqa bo'ladi, lekin o'zi omil emas. Nima bu? Ikkinchisiga misol berdiki, biz mana shu narsani tushunib oldik. Biz birinchisiga sallamtu ala Muhammadin deganda Ibrohim. Biz aytamizki, Muhammad ismi ism emasmi? Chunki jamoaga shuni aytishamiz. Muhammadun odamning ismini aytmayman men. Ismun
majrurun. Nima bilan majrur qildi? Bi ala. Ala bilan bo'ldi. Shuning o'zi majrurun deyishimiz sabab bo'ldi, kasr tushuniladi o'zi. Ismun majrur bi ala deb ketamiz. Bu. Endi alamatu jarrihi, jarlik alomati esa kasr. Bu. Tushunarlimi? Qaytaraman. Muhammadun ismun majrurun bi ala. Nima degani Muhammad? Ala Muhammad bilan qaytaramiz. Muhammadun ismun majrurun bi ala. Muhammadun ismun majrurun bi ala va alamatu jarrihi al-kasr. Nima degani? Jarlik alomati kasr. Va alamatu jarrihi kasr. Tamam. Endi mana ba'anha nimaligini o'rganamiz. Unga bizga misol beryaptiki, mana ba'anha. Kitabu Zayd. Kitabu Zaydi mufid. Nima degani mufid? Foydali. Xo'p. Kitob nima shu gapimizda? Mubtada. Mudof. Izofa bo'lib mubtada bo'lyapti. Zayd Mudof ilayhi. mudofun ilayhi. Lekin i olyapti. Biz i bo'lishini nima taqozo qilardi birinchi o'rinda? Omil. Qani omil? Omilmi? Omil yo'q. Yo'q. Tushunarlimi? Lekin i bo'lyapti. Nima uchun i olyapti? Biz aytamizki, mudofun ilayhi o'rni bu bo'ladimi, boshqa kalima bo'ladimi? I ni taqozo qiladi. I bo'lsa keyin meni oldimga, o'rnimga bo'lmasa kelmaydi. Tushunarlimi? Ha, demak shu mudofun ilayhilik omil bo'lmasa ham omilni ishni qilib berib turadi. Mana shu ma'naban degan misol. Tushunarlimi? Omil nima edi? Omil bevosita o'zi ham ko'rinib turadi, undan keyin kasr qiladi. Ammo ma'naban bo'lsa, omil yo'q bo'lsa ham mayli, siz yurib turavering, biz bor bo'lsangiz, bo'lsangiz ham yo'qligingizni bildirmaymiz deb o'zini ishini qilib turibdi. Tushunarlimi? Demak, mana shu joydagi mudofun ilayhilik nima hisoblanar ekan? Omilni o'rnini qilib turadigan narsa hisoblanadi. Va biz aytamizki, Zaydin ismun majrurun ismun majrurun mudofun ilayhi. Bu va kitob mudof. Mudof va mudofun ilayhi mubtada mufid xabar. Tushunarlikmi? Demak, bizda birinchi ish yakuniga yetdi. Demak, sizlar ism alomatlaridan birinchisi qaysi ekan? Jar. Buni gaplashmadik. Kasra demak. Kasra keladi. Ya, to'g'ri, kasra keladi. Lekin men yuqoridagi ham aytdimki, ha, jarlik vazifasini birinchi o'rinda kasra bajaradi. Gohida kasra bo'lmasa ham boshqa ish, boshqa narsa jarlik qilib beradi. Shundan faqat kasra deyman. Xo'p, ikkinchisi. Nima ekan? At-tanwin. Tanwin ham ism alomat. Bu degani nima? Alomat nima edi? Alamatun tamayyazahu min al-'anil fi'li wal harf. Alomat shunday narsaki, ismni fe'l va harfdan ajratib turadi. Ya'ni bu alomat faqat ismga tegishli. Bu degani fe'l va harf tanvin bo'lmaydi degani. Tushunarlikmi? Demak, faqat tanvin ismda bo'ladi. At-tanwin huwa nunun. U nundir. Sakinatun. Sukunli nundir. Tatba'u akhira al-ismi lafzan. Ismni oxiriga lafzan ergashib keladigan, ism oxirida keladigan nun. Mana misol uchun mana buning nomi nima? Qalamun. Sukunlik nun eshityapsiz oxirida, ism oxirida. Waraqun. Do'stga. Lawhun yoki saburatun, eshik, babun, misbahun va hokazo. Hammasi ism oxirida sukunlik nun eshitilyapti qulog'ingizga. Tanvin o'sha sukunlik nun lafzan ism oxirida keladigan sukunlik nun davom etamiz. Va tufariqu hu va undan ajraydi. Ya'ni o'sha sukunlik nun ismdan ajrab oladi. Xatton yozayotgan vaqtida. Hech qachon sukunlik nunni ism yozayotgan vaqtingda har bitta ism oxirida sukunlik nun qilib yozib o'tirmaysan-ku, to'g'rimi? Yozayotgan vaqtingda u ismdan tushib qoladi demoqchi. Nima uchun tushadi? Lil istig'na'i anha. O sukunlik nundan behojat bo'lganimiz uchun. Ya'ni istig'na behojat degan uni qayta kitabun mashasidagi qoidani bitta qilib tushuntirib ketay. Mana. O'zi aslida quloqqa nima eshitiladi? Qolamun eshitiladi. Mana. Mana shuni eshitiladi. Lekin biz buni yozayotgan vaqtimizda bundan behojat bo'lamiz. Ya'ni bu e'tibor qilmasdan buni yozmaymiz. Bunga hojatimiz tushmaydi bunaqa sukunlikni yozgan. Mana qilib o'zini yozamiz. Mana uni hali yozmadim.
Buni yozmaymiz, buni ishimiz bo'lmaydi. Bu bil istig'na degan bunga parvo ham qilmaymiz, behojat bo'lamiz. Nima uchun? Bi takrori shaklati. Mana shu qolamuni shaklini takrorlab qo'yish bilan bunga ishimiz qolmaydi. Bi takrori shaklati. Qachon takrorlab qo'yamiz? Inda dabti bil qalam. Qalam bilan shuni yozayotgan vaqtda. Bo'ldi. Shu tarkibni ta'rifiga. Tushunarlimi? Ha? Xo'p, nima deyamiz? O'zi aslida qalam bu edi. Mana bu joyda bu u'ni o'zini u. Biz ikkinchi nunni o'rniga ikkinchisini olib kelamiz, to'g'rimi? Ha, nima deyamiz? Demak, qalam bilan yozayotgan vaqtda bir shaklni ikkinchi marta takrorlash bilan o'sha nundan yozayotgan vaqtda ismdan behojat qilib yozmay ketamiz. Biroq talaffuzda o'sha nunni ifoda qilamiz. Mana shu sukunlik nun ta'mindir. Nima sodda qoidasi. Muhammadjon, understandmi? Xo'p. Bu tuhfatul saniyani ajrumiyan sharhdagi. Endi tamom. Kullu kalimatin taqbalu tanwina. Tanvinni qabul qiladigan har qanday kalima nima ekan? Ismun. Misol uchun kitabin, muslimatin, sohin, hina izin. Mana bular bunga misol. Kitob, muslimat, muslimalar. Soh degani jim bo'ldi. Hina izin o'sha vaqtda. Demak biz hozir inshaalloh bu yoqda nima uchun sohin qanaqa nimaligini ham batafsil o'rganamiz. Sizlar birinchi marta eshitib turibsizlar menimcha, ha? Muslimatin ham. حين إذنها. طيب إذا التنوين يكون تنوين بولد. شو نك تنوين بولد إذا بالضم ضم بلان بولد. مثال شو آية مثال جدا نعوذ بالله. وجاء رجل لما ديانا جربك شكل آية مثال. أتقتلون رجلا من بالفتحة بلان بولد. لما ديانا مو؟ أتقتلون أنا كشنو öldürdüm? Öldürəsizlər mi? Bir kişini öldürəsizlər mi degan. أوحينا إلى رجل يعني çünkü أتقتلون أي استفهام öldürəsizlər. أوحينا إلى رجل. أوحينا وحي. Bir kişiga biz vahiy qildik. degan. Ha, endi mana shu joyda rajul kalimasi hammasi nakra-ku. O'z ma'rifa nakra mavzusini ham haligi men videolarni tahlillayapman, tahlash bo'lsa beraman. Ma'rifa nakrani o'zbek tilida yo'q deymiz, to'g'rimi? Lekin bab so'zlashuvda bor. So'zlashuvda gohida nakra kalimaga qandaydir bir kishi qanaqadir deb gapiramiz, nakra bo'ladi o'shanda. Ma'rifa gapda to'liq gapiramiz. Tushunasizmi? Misol uchun boya gapimda Ra'aytu waladan yabki. Nima deb tarjima qilamiz? Yig'layotgan bolani deyman-da, bir bolani ko'rdim deyman. Ra'aytu waladan yabki, yig'layotgan bitta bolani ko'rdim. Mana shu yig'layotgan bitta bola deganim majhullikni bildiradi o'zi. U yerda men bittadan murod sonini aytmoqchi emasman. Uni men tanimasligimni bildirmoqchi emas sizga. Nakraligini bildirmoqchiman. Endi al-walada deb ma'rifa qilsam, buni qarang, bu yig'layotgan bitta bolani deganda nakra. Al-walad desam o'sha bittani qo'shmayman. Bolani yig'layotgan holida ko'rdim deyman. U deb bu mana shu gapim bolani yig'layotgan holatda ko'rdim desam, taniyotganim sal his qilasizmi shu gapim bilan? Bitta bola emas, nima bolani yig'layotgan holatda ko'rdim. Ha, demak kechagi bola shekilli deb tushunasiz. Bu ma'rifalik bilan o'zbek tilida bor ruhiyati bu. Tushunarlikmi? Va bozorga tushib, misol aytdimda, ishtaraytu qalaman va kitaba. Nima deb tarjima qilaman shuni? Kitob va qalam sotib oldim. Bo'ldi. Nisini aytibman. Ishtaraytu qalama val kitaba deb ma'rifa qilsam, qalam va kitobni sotib oldim deb aytaman. Bor bu narsa, tushunyapsizmi? Bu yerda ham rajulun deb bir kishi keldi mana. Ja'a rajulun nakra. Tushunarlikmi? Ataqtulun rajulan, bitta kishini o'ldirasizlarmi? Biror kishini. Tushunarlikmi? Aw hayna ila rajulin, bir kishiga biz vahiy qildik. تنبه التنوين تنوين هو الشكلة الثاني من الضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين. ما ديانا؟ تعمل كسرة بلا فتحة ولا تعمل ها؟ Saniye nima degan? Ikkinchi. Tanvin ikkita dommaning ikkinchisi degan. Ikkita fathani ikkinchisi, ikkita kasrani ikkinchisi. Mana men e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bildirib qo'ydim o'zi. Ha? Qolamundagi mana bu mu birinchisi. Mana bu ikkinchi domma. Mana shu nun o'rniga kelyaptimi? Mana shu tanvin o'zi, mana ikkalasi birga tanvin emas. Shuning uchun ham al qo'shilganda shu bittasi chiqib ketadi. Qoladi ikkinchisi. Biz mana shu ikkalasi birga tanvin deb tushunamiz. Fathada ikkita anni ikkalasi birga tanvin deymiz. Yo'q. Shu ikkita fathani ikkinchisi, ikkita kasr bo'lsa ikkinchisiga. Muhammadjon tushunyapsizmi? Nima ko'zingiz qizaryapti? Qancha bo'pti? Ro'y nima bo'lyapti? Tushundingmi? Nima ekan? Endi arabisini o'qiymiz. At-tanvinu huwa ash-shaklatu thani.
Minat dommadan. Ikkita dommadan ikkinchi shakli bu. Tushunarlimi? Yoki fatha yoki kasradan deyapti. Endi birinchisi amma shaklatul ula. Birinchi shakliga kelsak, fa hiya harakatul i'rob. Nima ekan? U i'robni harakati, ya'ni rof deymiz bir kalimani, rofni tushunasizlarmi? Nasbmi? Fatha bo'lish. Jar kasr. Birinchi shaklga keladigan bo'lsak, o'sha birinchi shakl i'rob harakati bo'ladi. Ya'ni misol uchun tepalik oyatimizda ja'a rajulun degan. Rajulni biz rof deymiz. Nimadan rof deymiz? Birinchi dommani ko'rib rof deydi. Ikkinchi domma uni tanvinlik alomat. Muhammadjon, tushunyapsizmi? Siz kitobingizga rangli qilib bergansiz jari. Xo'p, aytaquluna rajulandagi ikkita fathani ikkinchisi nima hisoblanadi? Nasb hisoblanadi. Yo'q. Ikkinchisi tanvin. Birinchisi nasb bo'ladi. To'g'rimi? Va hokazo. Yoki mabni bino harakati bo'ladi. Ya'ni bir kalima, tushunib oling shu yerdan. Demak, kalimalar tanvinni bilan ham mabni bo'lib qolishi mumkin. Mabni tushunasizlarmi? O'zgargan. Mana misol uchun. Misol uchun anta fatha. Ayna nima degan? Fathaga. Fathaga mabni. Bu hech qachon o'zgarib qolmaydi. Tanvin bilan ham mabni bo'lib qolishi mumkin. Tushunmadingizmi? Tushunmadingizmi? Antani ko'z oldingizga keltiryapsizmi? Aynani ko'z oldingizga keltiryapsizmi? Oxirida nima turibdi? A turibdi. O'sha A'dan o'zgarmaydi degan. Gohida kalima tanvin bilan tugaydi. Tushunarlimi? Mana misol uchun birinchisiga qarang. I'rob birinchisi a. I'rob. Misol uchun i'rob harakatu dali Muhammadun. Muhammad kalimasidagi dalni harakatiga qarab deyapti. Hadara Muhammadundagi Muhammadda birinchi domma roflik alomati, ikkinchi domma tanvin alomati. Endi mabnilikka qarab. Harakatu ha'in ihin. Ihin kalimasi bor. Ihin deb qo'shadi arablar. Davom et degani. Davom et. Ihin ya Zayd. Indan keyinchi deganida. Xo'sh, Zayd degan. Ana ihindagi qarang, birinchi tanvin nimaning alomati? Birinchi harakat. Jar. Birinchisi tanvin alomati. Ikkita kasraning birinchisi tanvin. Ammo ikkinchisi u kalima kasraga mabniligini bildiradi. Siz ismingiz nima? Rahimaxon. Rahimaxon ham bor. Tushunyapsizmi? Tushuning, rahmat qiling bizga. Xo'p. Demak, bir kalimada tanvin bo'lar ekan. U kalimadagi ikkinchi alomat albatta tanvinga tegishli bo'ladi. Ammo birinchisi yo i'robniki bo'ladi, yo mabniki bo'ladi. Bu ikkisidan boshqa bo'lishi ham mumkinmi? Yo'q, bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Uchinchisi turibdi, va g'ayru zalik. I'rob ham bo'lmasligi mumkin u yerdagi harakat. Tushunyapsizmi? Mabni ham bo'lmasligi mumkin. Unda nima bo'ladi? Yo'q. Misol uchun qodin kalimasidagi zotni kasrasiga qarab deyapti. Hadara qodi nima degan? Qozi keldi. Ha, mana bu chiqmas ekan-da bu. Hadara qodi. Shu qozi kalimasini majrur deysizlar? Mana? Majrur turibdimi shu? Manqus. Manqus ism. Manqus ism. Manqus ism deb nimaga aytiladi? Qarang. Yozmayotganim sababi maqto yozsam aslida ko'rmay qolasizlar. O'zi aslida qado fe'lidan olingan. Hukm chiqaruvchi, chiqarmoq degan. Ismi foili qanday bo'ladi? Qodiyun bo'ladi. Qodiyun bo'ladi. Oxir illati yo'q qoldi. Yaga domma og'ir keladi. Va shu joyda tanvinni yoyasiz. Tanvinni yozsak qanday bo'ladi? Qodi. Mana, bunday bo'ladi. Mana. Tanvinni yozasiz. Qodiyun, mana shu eslayaptimi hozir bizga? Yaga domma og'ir. Endi yaga domma og'irlik keluvdi. Chopdik yani. Dommasini. Endi ikkita sukun bo'lib qoldi. Endi ikkita sukundan bittasidan kechishimiz kerak. Qaysidan kechamiz desak, illat turibdi. Demak, yadan kechdik. Tushunarlimi? Din bo'ldi. Keyin buni nima qilib qo'ydik biz? Din qilib qo'ydik. Al qo'ysak bunga. Tanvin chiqib ketadimi? Natijada mana qodin kalimasi biz aslida bunday turibdi. Qodin bunday turibdi, to'g'rimi? Al qo'yishingiz natijasida bunga al nun chiqib ketadimi? Tushib ketsa ikkita sukundan nun ketgandek bo'ladi-da, ya joyiga qaytib qoladi. Al-qodi bo'ladi. Buni to'g'ri yozdi. Al-qodi. Tushunarlimi? Bu joydagi tanvin kasra,
Birinchi tanvinning birinchi kasrasi nimani alomati? Tanvin alomati. Ikkinchi kasra nimani alomati? Jar alomati emas. Mana endi o'zi boshqa edi, mana o'zi boshqa. E'rob alomati. I'robniki ham emas, mabniyniki ham emas. Bu yani alomati. Tushib qolgan yani belgisi. Ha? Va mana shu uslubda tanvin iwad anil harf deydi. Biz ham o'rganamiz tanvinning turlarini inshaalloh. Tanvin bir qancha turi bor. Tanvin, tankir, tanvin iwad, tanvin yana va hokazo. Tanvin iwadni o'zi ya'ni bitta tanvin keladi, u yerdagi tanvin o'z-o'zidan kelmaydi. Nimanidir o'rniga kelgan bo'ladi. Mana bittasi mana harfni o'rniga kelgan tanvin, ya'ni yana o'rniga. Ha? Kullun ya'malu ala shakilatihi oyatida. Kullun degan kullu insanin bo'lgan insonni o'rniga kullun bo'lib qoldi. Mana biz o'zbek tilida ham barcha inson demasdan insonni o'rniga barcha deb gapiraveramiz-ku. Ha? Hamma o'quvchi vaqtida kelsin emas, hamma vaqtida kelsin deyman, o'quvchining o'rniga aytaman, o'sha ichida turibdi. Xuddi shunaqa o'sha kalima, o'sha holatda arab tilida o'sha hamma degan so'zni tanvin bilan berasiz. U yerdagi tanvin nima uchun kelib qoldi desa, haligi ma'nodan emas. Xuddi shu yerda ham tanvin birinchisi tanvin, ikkinchi harakat na i'robniki, na binoniki. Balki bu shu harfdan emas. O'shuning uchun keltiryapsiz sizga. Demak, birinchi shakl yo i'robniki bo'ladi, mana Muhammad kabi. Roflik alomati. Yoki mabniyniki bo'ladi, ihin kabi. Yoki nima bo'lar ekan? Ikkisi ham bo'lmasa ekan. I'rob ham bo'lmasa ekan, bino ham boshqa narsa bo'ladi. Biz bitta bevazli turni o'rgandik xolos. Tushunasizmi? Nida. Xo'p, uchinchisiga keldik. Uchinchisi nima ekan? Nida. Nido. Nida. La yunada illa al-asma. Yunada nima degan? Qilinmaydi degan. La yunada majhul. Nido qilinmaydi illa qilinsa ham ismlar nido qilinadi. Misol uchun ya yadribu demaysiz ekanda. Tushunyapsizmi? Faqat ismni aytasiz ekan, ya fulan deb yoki ya qalam. Misol, nafaqat fulan bo'lish kerak. Ya jibal Qur'onda oyat keldi. Ey tog' deb. Aql bo'lsin, g'ayri aql bo'lsin, ismlarga shu ey deyarlisan ekan. Fa in wajadta kalimatan agar birorta bir nido qilinayotgan kalima topsang, aw taqbalu nida yoki nidoni qabul qila oladigan bir kalima topsang, fahkum alayha bi annahu ism. Unga hukm berki, nima ekan u? Ism ekan. Misol uchun oyatdan keltirib, ya Adamu, ya Solihu, ya ayyuhan nabiyyu. Endi inshaalloh nidoni o'rganamiz. Qachon ayyuha keladi, qachon ayyub keladi, nido harflar qaysi va hokazo o'rganamiz. Ya Maryamu, ya Jibalu, ya Ardu, ya Jibalni tushunasizda? Nima degan? Ey tog' degan. Keyingisi dukhulu al. Nima degan? Al kirish. Al kirish. Demak, al ham faqat nima kirar ekan? Beshinchi alomat ekan. Avval uchtasi sanaychi. Al jarru va tanwinu arabcha gapiring. Al jarru va tanwinu va nida'u va dukhulu al. Dukhul alif mas al. Yo'q, al. Iza dakhalat al mu'arrafatu. Agar kirsa al qanaqa al desa mu'arrifat desa mu'arrafat bo'ladi. Mu'arrif degani ismi foil vaznida tanittiruvchi. Agar tanittiruvchi ya'ni aniqlovchi lam ala kalimatin biror bir kalimaga nakrat keladi. Agar shu aniqlovdigan lam biror bir kalimaga kirsa, hakamna biz o'sha kalimani hukm qilamizki, ism deb. Tushunarlimi? Misol uchun mana al kirgan kalimatul muqtaranatu bi al kirgan kalimalarga mana misol beryapti. Auzubillah. Kutiba alaykumul qisasu fil qatl. Saning qani bo'ladi bu yerda? Al qisas, al qatl, keyingilar. Al hur bil hur, al abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Hammasi ism. Tushunarlimi? Yoki qavlul mutanabbi. Mutanabbining so'zi. Mutanabbi kim? Shoir, arab shoirlaridan biri. U aytar ekan: "Al-khaylu wal laylu wal bayda'u ta'rifuni." Al-khayl nima degan? Khayl degan ot degan, cho'poq degan ot. Ot wal layl tun wal bayda keng sahro ta'rifuni. Meni taniydi. Meni ular taniydi, muannasda chunki. Va yana was-sayfu, sayf nima? Ot. Qilich. Va rumhu nayza va qirtos va qog'oz parchasi. Siz faqat ot ekan, nima yo'q? Val qalam va qalam. Mashlar ham meni taniydi demoqchi. Tushundingmi? Ya'ni bu aytib val khayludan murod nima edi? Taqsir ayting endi. Mana Khayl. Xoyilmi? Ot. Hayrat. Ot, tun, sahro meni taniydi, yana qolaversa qilich, nayza.
qog'oz va qalamlar meni taniydi demoqchi. Bu shoir qaysi bir she'rda yulingan bizga muhim joyi. Bu yerdagi hamma allar nima ekan? Ism alam. 5-inchisi. Al-isnadu ilayhi kim nima tushunadi buni? Uning isnodi. Unga undan chiqarib. Ana, mushtahid mutlaqlar. Tavakkallar boshlanadi. Al-isnad ilayhi. O'zi isnad nima? Isnad asnada yusnidu fe'lining masdari. Akrama yukrimuniki ikrom bo'ladi. A'raba yu'ribuniki i'rob bo'ladi. Asnada yusnidu niki nima ekan? Isnad nima? Asnada suyantirish degan. Isnad o'sha suyanish degan. Unga suyaydi. Ha, isnad ilayhi degan unga suyanilgan degan. Ha, xo'p, yaxshi. Nima degan ekan? Unga suyanilgan, bu ism alomati unga suyanilgan narsa. Unga suyanilgan deb baqiradilar. Gohida ba'zi kitoblarda ba'zi kitoblarda mana shunday tushuniladi. Isnadun ilayhi ma'rifati va isnadun bihi. U bilan suyanilgan degani bu. Unga suyanilgan degan. Xo'p, keyingisi. Muhkamun alayhi Unga bog'langan. muhkamun bihi. Unga hukm chiqarilgan, u bilan hukm chiqarish. Mana shunaqa terminlar bor kitobda. Va yana xuddi shu terminlar qatori mubtada'un khabar. Degan termin. Nima degan mubtada xabar? Boshlanishi u haqida xabar beruvchi. Mashalar. Tushunarlimi? Tushunarsiz. Isnad ilayhi degani mubtada deydi. Ikkinchi nomlari demoqchiman. Tushunarlimi? Muhkam alayhi degani ham mubtada deydi. Nahvda mubtada deyavermaydi-da, ba'zi mashtaqalar dovdirat aytadi. Bu dovdiratni sizning miyangizni ochish. Nima uchun unaqa deyiladi? Mubtada xabarni bitta esda oling. Mubtada xabar nima uchun mubtada deyilgan? Ibtidoda boshlanish. Gapni boshida keladi. Bu tamom. Bu nima degan? Birinchi sen o'sha gapni gapirasan, keyingiga unga hukm beradi. Demak, u hukm olyaptimi? Keyingi gapchi unga hukm beradi. Shuning uchun uni muhkam bihi deydi xabarni. U bilan hukm berilyapti. Mubtadan muhkam alayhi deydi, unga hukm berilyapti. Muhammadun naimun desam, nima degani? Muhammad uxlovchi desam, Muhammadun naimun bilan muhkam alayhi bo'lyapti. Naimunchi Muhkam bihi bo'lyapti. Shu bilan birga Muhammad birinchi gapni kelayotgan joy, birinchi so'zdan aytgan joy mubtada, u xabar bo'ladi. Bir xil. Endi isnad ilayhi nima degani desa, Muhammadun deb qo'ydim, ammo orqasidan nima keltiray, to'g'ri kelib Muhammadga kelib suyanadimi? Shu uni Muhammad musnad ilayhi deydi. Keyingi orqasidan keltirib suyanayotgan narsani musnad bihi u bilan u kelib suyanadi. Shuning uchun musnad ilayhi musnad bihi. Muhammadun naimun desam, naimun deymanmi men uni? Mushtahidun deymanmi? Nashiyatun deymanmi? Nima desam dey, qayerga kelyapti to'g'ri? Muhammadga kelib suyanadi. Shuning uchun musnad ilayhi yoki isnadun ilayhi unga suyanish deydi. Tushunarlikmi? Ular nima hisoblanadi o'zlari? Musnad yoki isnad bihi bo'ladi. Sizga sodda qilib tushuntiryaptiki, xohlasangiz isnad ilayhi deb tushunib oling. Xohlasangiz muhkam alayhi muhkam bihi deb tushuning. Xohlasangiz mubtada va xabar deb tushuning. Ism alomati nima ekan? Sodda qilsang mubtada ekan. Ya'ni faqat ism mubtada bo'la oladi deyapti. Hech qachon xabarni gapirib olib, unga hamma narsani kelib suyavermaysan. Xabar, men misol uchun aytsamki, Tolibun dedi. Nimadir xabarda, shu Muhammadun Tolibun dedi. Tushunarlimi? Nima Tolib deysiz? Nima gap kelib suyayapsan uni? Nima Tolib deysiz? Mubtada xasmi. Yo'q, mubtada. Tushunyapsizmi? Demak, xabarni o'zi ism emas ekan. Ya'ni xuddi Tolibun deymanmi, yaktubu deyman bir xil. Yaktubu. Men yaktubu deysiz. Tushunyapsizmi? Yaktubu, misol uchun nima yaktubu deydi? Biz Muhammadun desam, ha xo'p, endi undan keyin isnad deydi. Ism mana shu xususiyatga ega ekan. Ya'ni ism uchun hamma kalima xizmat qiladi. Ism kelib olsa birinchi, hammasi unga hukm berar ekan kelib. U fe'l bo'ladimi, harf bo'ladimi, ismni o'zi bo'ladi. Tushundingmi? Mana al-hadis, ya'ni bu isnad ilayhi degan u haqida so'zlash.
Yani birinchi ism doim birinchi zikr qilinadi-da, hamma narsa u haqida keyin so'zlaydi. Tushunarlimi? Al hadisu la yakun illa anil asma. Mana bunaqangi so'zlash faqat ismlar haqida bo'ladi. Boshqa narsa haqida so'zlay olmaysan. Masalan, yaktubu degan fe'l haqida siz 2 soat gapira olasizmi? Yaktubu bu o'zi gapiriladigan narsa. U haqida gapira olmaysiz. Ammo talibun haqida gapirishingiz mumkin. Dangiyasin, u g'irt insoniyatning oxirgi so'qdi deb gapirsangiz bo'ladi. Dars qilasizlar. Xo'p, iza tahaddas an kalimat, agar sen biror bir kalima haqida so'zlasang, ya'ni gapirishni boshlayapsanmi biror narsa haqida, maktab deb boshlaysiz-da. Mana misol, biz odatda mana shunaqa biror nimalar haqida gapiradigan narsalar hammasi ism bo'ladi. Urishim deysizlar, o'zi ism. Urayotgan deysiz bo'lmaydi, urayapman deb qissalarning nomi urayapman bo'lmaydi-ku. Tushunasizmi? Mana shu haqida gapirilmaydi-ku doim, to'g'ri? Nima haqida sen gapiryapsanmi, demak o'sha narsang ism. Yoki soddaqa tushunning, faqat ism mubtalo. Masalan, qoma Zaydun dedingmi? Tahaddasta an Zayd, sen Zayd haqida gapiryapsan, nima bilan gapiryapsan? Qiyam. Qoma Zayd nima degan? Zayd turdi. Turdi degan. Zayd haqida nima deb gapiryapsan? Turish borasida Zayd haqida gapiryapsan. Demak, salom Zayd ism. Tushunyapsizmi? Endi Muhammadun mushtahidun deding. Tahaddasta an Muhammad, Muhammad haqida gapiryapsan, nima bilan? Ijtihad. Muhammadni sen tirishqoqligi bilan gapiryapsan. Demak, Muhammad ism. Tushunarlimi? Yoki nariga teganaman adashtiribman. Jalasta deb gapirdi. Bu boshqa joy yo'q. Jalasta. Sen tahaddasta an domiril muxotabi ta. Dedik, sen muxotob domiri ta haqida gapiryapsan. Faqat o'sha ta'ni fe'lga qo'shib qo'yding xolos. O'sha ta'ni o'zi ism demoqchi. Tushunarlimi? O'sha ta'ga sen julus o'tirish sifatini yopishtirib gapiryapsan. Xohlasang, sen aytaylik, rokibda deb, yoki dorobda deb, yoki katabda deb, yoki qara'ta deb ta haqida gapira olasan, nima gap gapirsang. Demak, ta nima ekan? Ism ekan. Ha, demak, domirlar ism ekan. Hada domir ism. Yoki hadara, man uhibbuhu, keldi. Men uni yaxshi ko'rgan kishi demoqchisan, to'g'rimi? Men yaxshi ko'rgan kishi keldi deb. Mana joydagi an amin nima? Ism mavsula. Ismi mavsula ulaydigan ism. O'zi men o'zi kim degan so'roq o'zi istifham, lekin ba'zi mavsula ma'nosida keladi. Tushunarlimi? Mana demak, mana shu ism mavsulani o'zi ham nima hisoblanadi ekan? Ism ekan. Biz ismni diqqat e'tibor bergan bo'lsangiz bir necha turlarini gapiramiz. Misol, qoma Zaydun dedimi? Demak, ism va fa'il. Ismni bitta alomatini sekin gapirib o'tib ketdi. Muhammadun mushtahidun. Muhammad mubtada, Mushtahid xabar. mushtahid xabar. Yoki jalasta ta domir, ya'ni mubtada ism bo'lishi mumkin, fa'il ism bo'lishi mumkin, domir ism bo'lishi mumkin. Hadolan man uhibbuhu degi mavsula ism bo'lishi mumkin deb tagida gapirib o'tib ketdi. Buni gapirib chaynab o'tirmadi. Ma'no oshqa boshlasa shu bo'ladi. Tushunarlimi? Thaniyan al-fi'l. Dan keyin boshlaymiz. Tushunarlimi? O'zi ko'zinglar qizarib, nafas olishlar chuqurlashib ketyapti-ku. Inshaalloh keyingi umid qilamanki, darslarni yaxshiroq ko'rib, o'zlashtirib, qoidalarni yozasizlar. Sizlar bemalol bo'lmanglar. Bu kitobga bir ikkita dars o'taylik, uyga vazifasi bor. Uy vazifasini qilib topshirasizlar. Men undan keyin faqat sizlarga o'sha bilan gaplashaman. Olma aytib qo'y, yana qaytadan. Mayli videoga tushirsin bu narsa. Chunki videoda ko'radiganlarga o'sha vazifa aslida. O'qimasanglar yoki jala chupa dars qilsanglar, shunchaki kelib eshitib qo'yaman desanglar, ovora bo'lib meni ham vaqtim bo'lmaydi, o'zingiz ham vaqtingiz bo'lmaydi. Sizlarga men ayniqsa sizlar ikkovlarni o'sha shartni olsanglar kelinglar degan. Boshqa shart emas. Va bu gap sizlarga. Tushunarlimi? Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. ونلنا الهنا رفعنا رؤوسا تطال السماء شكرنا كراما رعوا